Tunikafon fasonlarning ichida zo'r bitta yangilik. Biz high-tech 3D fasonimizni xuddi plitishni shokoladga o'xshaganligi uchun plitishni shokolad deb nomlangan yangicha dizaynda qildik. Bu fason 2026-yilda trendga chiqishligi kuzatilayotgan eng yangi zo'r fasonlardan. Agar mabodo siz uyingizda mana shu aynan shu fasonda tunikafon qildiradigan bo'lsangiz, 1 kvadratga qancha tunika ketadi, ushbu tunikafonning narx-navolari qancha va oxirida esa mana bu uyimizga qancha bilan bitganligi haqida batafsil ma'lumot beraman. Videorolikimiz kimga qiziq bo'lsa oxirigacha ko'ringlar. Bizlarning mehnatimizni qadrlagan holatda like va kommentariyada fikrlaringizni bildirib qo'ysanglar, boshimiz ko'kka yetar. Hali ham bizdan obuna bo'lmasdan kuzatayotgan bo'lsangiz, obuna tugmachasini shundoq bosib qo'yinglar. Biz esa boshladik. Xullas, ko'chamizning kozirogi mana shunaqangi oppoq rangda, bir xilda bo'lgan shestigranli dutili variantda qilganmiz. Juda ham chiroyli, yangi dizaynda. Azizlar, e'tiborli jihatlari nimada? Mana bu uyimizni devorida mana bu yerda burchakli joyi bor ekan. Mana shu burchakliklarni mana ustalarimiz juda ham mahorat bilan chiqarib ketgan. Bundan tashqari bu fasonimizni qo'shni tomonimiz yon taraflarining burchaklarini, tugash qismlarini usta akalarimiz shunaqangi bir mehr berganki, vobshe chiroyli chiqqan mana tugash qismlari ham. Xullas, uyimizning ko'cha qismi xuddi mana shunday tartibda tugagan. Bu uyingiz statusini ko'tarib beradi. Endi esa uyimizning ichkari qismini ko'rsataman sizlarga. Xo'p, mana ichkari qismi darvozaxonamiz bu plitishni shokolad tarzda bo'lgan premium klassdagi high-tech 3D ishlarimizni yangicha versiyada. Bu fasonda tunikafonni yasash, o'rnatish va har bitta detalni o'z joyiga chiroyli qo'yishlik ustidan yaxshigina mehnat, mashaqqat va opit talab qiladi. Ustalarimiz uyimizning ichki koziroklarini ham shunaqangi bir mehr bilan qilgan. Har bitta burchakka o'zgacha yondashuv, kuchli professional yondashuv bilan mehr bilan mana shunaqangi suratda olib kelgan. Mana ishlarni ko'rib o'zlaring baho berasizlar. Ishni qay darajada sifatli chiqqanligiga hamda mehr bilan qilinganligiga. Xo'p, mana bu yerda darvozaxonamizni boshlanish qismi. Azizlar, bu high-tech 3D fasonimizni plitishni shokolad varianti. Xudo xolasa 2026-yil juda ko'pchilik bu narsadan qildiradi degan umidaman. Trendga chiqadi xudo xolasa. Bu bizning prognozimiz. Bekordan bekorga aytmayapmiz. Xudo xolasa videomizni 2026-yil aprel oyida qilyapmiz. Nasib bo'lsa kommentariyalarda fikrlaringizni kutib qolamiz va biz buni albatta inobatga olamiz. Bu ishda e'tiborli jihati burchaklari nihoyatda ko'p. Ustalar juda ham mehr bilan professional yondashuv qilmaydigan bo'lsa, bu fason o'xshamay qoladi. O'sha uchun ishni ko'zlaringiz bilan ko'rib, ana o'shandan keyin baho berib, haqiqatan ishimiz sizga ham yoqqan bo'lsa, mana shu fasonda uyingizni tunikafon qildirishingiz mumkin. Har bitta burchakni yaxshilab ko'rib olishingiz uchun, e'tibor bilan ko'rib olishingiz uchun shoshilmasdan yaxshilab ko'rsatyapman. Xullas kalom, biz bu fasonni 04 lik glyansiy tunikadan, Xitoyda master klass tunikasidan qildik. Usta haqqi, materiali, lisasi oyoqdagi qo'yiladigan, taydagi karkaslarni metal profil, uyda egasini bitta ham samaringizga og'ir qilmagan holatda ushbu fasonimizni birinchi ish bo'lganligi uchun 140 mingdan rasxod metalga qildik. Ko'rib turgan joylaringizda hammasi bor yo'g'i 220 kvadrat bo'ldi. Bitish narxi esa 31 million 220 ming so'mga bitdi. Agar sizlarga ham ishlarimiz qiziq bo'lsa, siz ham uyingizni xuddi mana shunaqangi high-tech 3D ni plitishni shokolad variantida qildirmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlar orqali qadriyatli ustalarga bog'lanib buyurtma berishingiz mumkin. Manzilimiz Samarqandda, xizmatlarimiz butun respublika bo'ylab amalga oshiriladi. Siz bizni musofirdan kuzatayotgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp imolarimiz ishlab turibdi. Qadriyatli ustalarni kuzatishda davom etinglar.